Assalomu alaykum. Xayrli kun hammaga. Xudo xolisa mana ancha hasharlarimiz ham davom etyapti. Tanjonlari sog' bo'lsin. Zil 131 do'stlarni, shopirlarni tanjoni sog' bo'lsin. Mana o'shalar ham ko'payib qoldi, lekin hali ham davomi ochiq. Kesani kelmoqchi bo'lgan shopirlar kesani, sizlar uchun ham ish bor. Asal bo'lib terilib turishini qarang, bu do'stlarni, Zil 131larni. Tanjoni sog' bo'lsin. Sekin va tekinga kelib qo'yadigan joyda bekorga aytilmaydi. Sekin va tekin kelib qo'yadigan joyda bekorga aytilmaydi. O'shanga Xudo xolasa sekin va tekin kelib qo'yasizlar Ahmadboy. Salomat bo'linglar. Sizlarga xizmat mana shu kelib tursani bo'ldi. Do'st bo'lib kelaverasizlar. O'zi Xudo xolasa Xudoyim o'zi hammani qalbiga solib qo'yadi xizmatni. Sekin qalbiga solib qo'yadi. Qo'yindan chiqqani mana shu kelib tushgani, mana shu masjidimizni qadrlaslagani o'sha xizmat bo'ladi. Hammamizga xizmat qiladigan masjid bo'ladi. Men qarani Zil 131larga iltimos qiluvdik. Qarani tirib qo'yishdi Zil 131lar, shopirlar, tanjoni sog' bo'lsin. Ancha ishlar yurib qoldi. Mana mashina zaborlab kelyapti. Hakimboylarni ham tanjoni sog' bo'lsin. Kelib qo'yasizlar yana qolgan do'stlar ham. Kelib qo'yadigan joyda mana buni yoshlarning ham tanjonlari sog' bo'lsin. Mana ularni ancha bekitib qo'yishdi. Mana shunaqa qilib chiroyli bo'lib qolyapti. Hech kim xalaqit bermaydi. Bitta qurilish bo'lsa ham odamlar bemalol, ayollar, boshqalar o'tib ishlarini bitirishaveradi. Mana shu yerda Xudo xolasa mana shu chiroyli yana bitta bunday yo'l bo'ladi. Odam qatnab turgani maktab o'quvchilari bu yerda mana shu to'silib, buning ichida Xudo xolasa qurilishimiz bo'laveradi. Kelib qo'yasizlar, kelib qo'yadigan joyda.